Manga savassiz, lekin mening sherigim hozirgi kolonnaning siyosiy komissari Jogang Yanjing universitetini bitirgan. O Soltak osmondagi ishning yerimini, yerdagi ishning hammasini biladi. Biz birga ishligida 8 yil bo'ldi. Haqning endi shuncha yil turgandikan oz to'la bir narsa yo'q edi-da. Sizning o'chal komissaringizda meni yo'qdi. Qilmang deb bering-a? Yo'q. Yo'qan narsa yo'q. O Soltak she'rga amroq. Menga hali jiq she'r o'gitib qo'ygan. Jiqlari yodimda qolmabdi. Lekin birsi yodimda. Sizga yodlab beraymi? Ma'qul. Yodlang. Qilich ko'rdim chiroq yiqib mas bo'lganda, anglanatdi burg'a ovozi tush ko'rganda, qaynidi jang shiddat bilan kang dalida, yangridi tang nag'ma-navo butkul olamda. Kengsi yodimda qolmabdi. Qumliq ara yurish qildi qo'shin kuzda. To'g'ri, men Shovlo. Vang ko'rib komandiri, tekshirdiingizmi? Shovlo, qarasiz ne? 哎呀，哪能啊！您军务繁忙，我是不好意思打搅首长啊。你有什么事吗？当然有事了，啊，不过也没什么大事儿。是这样，有人啊向我推荐个人，这个人啊在你们医院工作。哦，明白了。您说是谁呀？是个女娃，听说姓田。小田啊，你也懂诗啊？我还没看出来啊。这都是我5、6岁时候背的。大知识分子啊！我老李可是圣人面前背三字经了。背诗算什么？和指挥一个诗相比，那可真是小儿科了。谁不知道首长的二诗是主力中的王牌啊？哎，互相学习嘛。这政治条件怎么样啊？不是太好。我曾经调查过，他的家庭政治背景很复杂，出身名门，父母都是文化名流，政治倾向很模糊。哎，我说罗主任啊，一个小丫头嘛，这个家庭是家庭，关键是她自己。我看这个姑娘没有什么问题，这小小的年纪能跑出来参军，说明她有觉悟嘛。我们党历来的主张是重在政治上的表现。首长，您说的对，田宇入后的表现一直很好。王副军长，您是？抽时间啊，我过去一趟，见见这个丫头。你呢，先和这个姑娘打个招呼，做做工作。看她有啥子要求。我的情况呢，你都知道，可以向她介绍一下吗？可是，首长，有个情况你还不知道，田宇现在护理的重伤员是一个师长，那个师长好像有点那意思。小田啊，胜利之后打算干什么？我想上大学完成学业，您呢？当然还在部队干了，离开部队我什么都干不了。再说了，部队总得有人干，总不能都走了吧？等以后我老了干不动了，就让我儿子来接班。首长，您儿子多大了？现在还没有，等将来会有的。走吧。哦。小田啊，你都成了我李云龙的第3条腿了。这多不雅！我就是首长的专门护士。啊，好，还是护士好。李云龙，是在淮海战役之前从中野调过来的，抗战时在八路军129师，所以您不认识。不过在红军时期，他是4方面军的人，在华野有不少老战友。他刚负伤时，有不少中队级、师级领导来看过他。哦，是4方面军的。我觉得就算是不认识，可能也见过面。首长，要不
这个小田儿，咱们是不是先不考虑？咱们再换换别的人？不行，老子就认准这个小田了。这个李什么不是还没和这个小田结婚吗？没结婚就好办，他能谈，老子也能谈，谁谈成算谁的。哎，你怎么不说话？哎呀，首长啊，这个理事长脾气大得很，不是个轻易服输的人。再说了，我们这些做基层工作的同志也不好办的，我们是谁也惹不起呀。胡扯！老子非要见见这个理事长，他脾气大，难道老子就是好脾气吗？就这样吧。沈干事，去请一下李云龙市长。是。Lomoder. Oui, Lidiya komandiri. Kelin, kelin, kelin. Kelin. Lomoder. Hammani tayyorlab qo'ydim. Siz nihoyatda mehribon odam Jumo. Astiraq, astiraq. Yaxshilik qilgandan keyin oxirgi chiqmamsiz. Aram o'shunchalikmi? Qolmagan o'xshamamsiz. Ems asan ishkan-ku. Men Shotiyanga desamla, Hergiz unda qilmang. Bo'ldi, mush yetdi. Rastilla ishlikmikan? Qarang degan gapingizni. Xuddi Raipning nom yaxshimi deb so'rgandek gap qilyapsiz-ku. Qaraganda sherikimiz sizni rastilla tushunadi ekan. Voy. Majal siyosiy komissarni olab bering degan o'landimi? Qismning jani qumonganligini bilaman, amal qilib boqmamsiz. Ma'qul, ulangan hamon telefonni soat erting. Jiddiy ish bor edi, Geziya komandiri, emsa siz ishga turing. Telefon ulansa, sepdaşlar obdan bir paranglashib olinglar. Mening qiladigan ozroq ishim bor edi, berib kelay, To'xtang. Agar Shotiyan so'rab qolsa, nima deysiz? Men uningga Lidiya komandiri hujjat ko'ryapti deyman. Yanıla Lomoder savilikkan. Hujjat ko'ryapti. Hujjat ko'ryapti. Bu ajab meni kallamni kelmabdi. Zabardast palvon turib, mushtimda qiz bola taqobil turishingizga shuncha ko'p bana ketamdi. Hey, qo'mondan obraziga diqqat qilmasa bo'lmaydi-da. Lidiya komandiri, obrazingizni mush yerda saqlang, Nurimingiz to'shqandan keyin qalaymiqan aqtirmang. Aqtirsingizmi beka? Mening narsalarni yushirish saviyam siyosiy komissarnikidan ustun. Bu Lomoder bunchalar qeri bo'ytoqlarning surtini nima qiladigan? Hay, kichik yog'ochchi, nima ish qilyapsiz? Shotyan, endi siz boshqurmagan yutilim qoldimi, Shundoq. Men yutumingizni boshqarman qandoq? Keslingizmi xeyli ig'irdak turadi. Yuring, sizga o'qil urib qo'yay. Sahrali xotlar xayning chamin tikishga ishlatadigan begizdak cho'ng yengni bilan o'qil urib qo'yay. Yuring. Bormayman, meni qo'yib bitding. Bormayman. Amsi yavaşlık bilan dam. Kimga belgi beryapsiz? Shunchalik ishni qamlashtirolmagan. Men Lomoderni izlab kelgan. Lomoderni izlasam boshqaramsiz? Ham ishqa armishib yurgan. Lomoderni? Hey! Sizdan qo'rqadigan odamingiz bo'ldi ekan, Men pek sizni hech nimadan qo'rqmaydigan sun maymunmikin debdiman. Hoca,
Ben hazır size ekelgen haraklı işçi vatımen. Ha. Daca, anlasam korpusun siyasi komisarı bopsiz. Mübarek bolsun. Mehman kılsızcı mı? Nime? Belgen harakın mehman kılgan kıysat? Mümkün emez. Emise şundak keliştik. Çokum mehman kılısız. Memma? Ha, kadir ahval. Ve de obdan turvatımen. Lekin bir işte bana obdan yol kösetmisiniz bo'lmaydi. Ha, sizga desem, bir satanga ko'zim tushib qoldi. Uni kelgusidagi xotinim deb bekitdim. Kelgusidagi xotinim. Ha, cho'qim shu bo'ladi. G'alati ish, qarang. Uni tunji qitim ko'rgandala shundoq o'ylagandim. Sizga desam-chi, hozir bu bo'ytaqliqimning foydasi bo'layotidi. Ey, sizningcha sinab baqsam bo'ladimi? Lovli, necha kun ko'rishmaganga endi so'latbozlik qilyapsiz. Mush ish uchun menga telefon berganmidingiz? Siz Soltekni satangni ko'rib do'stingizni unutib qolmabsiz, ha? Bo'ldi. Demisingizmi bo'ladi. O qizni men ko'rgan. Ko'ribla ko'zim qizargandi, lekin fursat bo'lmay qoldi. Ta'lingiz bor ekan. Yarlanmagan bo'lsangiz, bundaq fursat nereden kelatdi? Mening yarlanigim kelyapti. Meni nima? Qanday qilishni o'rgatib qo'yamda men? Boshliq, qo'l qo'yib bergan bo'lsangiz. To'xtab turing. Vay? O'rgatib qo'yamda men. Meni kunda mushundaq ishni purab yuradigan chiminchiq deb qaraqshimamsiz. İkkalamiz bo'ytaq tursak, qaysimizning tajribasi bo'ladi? Men o'ylab baqay, ha? O'ylab baqay. Oldi bilan haqi gap qilganda, haqning ko'ziga tikilib qarab olmay, xuddi men istmagandek boshqa yoqqa qarang. Haqi undaq tikilib qarab turvasangiz, zeriktirib qo'ysiz. Hatto sizni shahvatparastkin deb qoladi. To'xtab turing, ha? To'xtang. Vay! O sizni enim deb chaqirdi. Nima? Boshliq? Bo'lmabdi. Bundaq chaqirishni o'zgartirish kerak. Faqat qamlashmabdi. O'ylab baqmamsiz. Boshliq bundaq qilsa, huquqidan foydalanib besim ishlatdi. Zo'migarlik qildi degan atoqqa qanmamsiz. Ishkinglar barobar o'rnida turishinglar lozim. Boshliqlik kibringizni ko'rsatma desangiz bo'lmaydi. Aras. Tang, so'ng mazmunlarning gapini azroq chiqaring. Bu jihatsiz xeyli yiroq. Jang qilgan ishlaringizni ko'proq tang. Buningga siz usta. Sahib Jamollar qahramonga bas degan gapni bilasizmi? Ha? Bizning qo'shinma qo'shinimiz janubga tushdi. Hozir Fujanga yetib bordi. Hozircha boramayman. Shaharning harbiy idora qilish komitetida ish bek to'la. Bo'ldi. Men bek aldirash. Qo'rq gapni qilishmayli. Bo'ldi. Keyin deyshaylar. Xo'sh. Vay! Stali diviziya komandiri, narsalarni aqtiribsiz, ha? Bu qeyri bo'ytaqlarning surtini nima qilasiz? Nima uchun bo'ladi? Yuqorida men vaziyat topshirib, elchi bo'lsam davotsa. Elchi? Meningcha hozir qallabga o'xshab qopsiz. Shu topda mendek ahko'l qallabmi bo'lamdi? Boshliq. Boshqa ahvol yo'qdi. Yo'q. Boya Shotdan kelganda uni qo'g'lavatdim. O qizchani o'taroq boshqarib qo'ymas bo'lmag'dak. Aroq ichganimni bilmagan bu. Nadim biladi. Uning ustiga bilsimin bo'pti. Sizni boshqara olamdi. Hatta emas. Hey. Bu qizni aytsangiz Gurkan, o'tganda aroq ichganimni purab bilib qoldi, tas qoldi. Men tasdi qutuldim. Bilmemsiz. Dana. Ayşe kichik. Sizning jasishganligingizni faqat o'ylamabdiman. Ko'rinishda, yavaşta ko'ringaningiz bilan amaliyotda bak eskikansiz.
Yüz öyle bile meni g'ayretimni qilyapsiz. Boshliq, aroqni aytib qo'ydingiz. Topshiring. Shotyan, kechiring. Men Lomudirning ishxonasiga parangiz haydab kirgan edim. Qarasam, ustida aroq butilkasi turdi. Men Lomudirdan bu qanday aroq deb so'rasam, uning nima deganligini bilamsiz. Bu degan spirt dezinfeksiyalash uchun ishlatildi demasmi? Men uningga to'la meni oldima, meni spirtni ko'rmagan deb qoldingizmi? Spirt degan bundoq bo'lmaydi desam, u ishonmasangiz tetib beqing dedi. Men tetib baqsam tetidan tetiyolmaydi deganmitingiz deb bir yutum ichib qo'ydim. Ishonmasangiz Lomudirdan so'rab beqing. Ma'qul. Boshliq degan doim xatolik o'tkazmaydi. Bir haqiqatan xatolik o'tkazsa-mu, kechirishga bo'ladi. To'g'ri. Doim xatolik o'tkazmayman, doim emas, kechirib o'tishga bo'ladi. Amsa sizga bir haqiqatan ishimay. Endi ikkinchi unda qilmayman. Boshliq, bizga ichingiz og'irsin. Biz sahar turib, kech yetib ishlab, bemorlarning balduroq saqlashini orzu qilamiz. Har qancha jabr torsak-mu rozi. Lekin ba'zilar bizning emgigimizni hurmat qilmay qasddan aroq ichadi. Yarisi saqlaymasa, bizning ishimiz og'riydi. Kechiring. Men xatoligimni bo'ynimga olsam bo'lmamda. Men hozirla Lomudirning qishig'i berib aroqni topshirib o'tay. Hargiz yo'shirinch saqlamayman. U degan spirtdimi? Bo'ldi. Akanisingizmi bo'ladi? Spirt emas, aroqdi. Shenxua kantining danga. Boya qarsiq gap qilibdiman. Yo'lda sestra, meni kechiring. Mana gapingiz bo'ldi. Xatolik o'tkazmayli. Faqat xatoligini tuzasizlar, yaxshi yo'ldosh bo'ladi. Boshliq. Yaringiz kundan-kun yaxshilanyapti. Shotyan. Meni boshliq da'vamisangiz bo'lamdi. Men undaq deyishingizdan bezor. Biz degan inqilobiy qo'shin cho'ng kichik deb ayirmaymiz. Amsini deb chaqiraman. Lavlidan, shundaq desangiz yaqinlik anglanadi. Haddim emas. Boshlig'imiz anglab qolsa, meni tanqidlaydi. Hech qisi yo'q. Shundaq davram. Inqilobiy qo'shindagilar cho'ng kichik deb ayrilmaydi. Hammamiz akufga otsinglar. Uning ustiga meningmi bir singlim bor. Siz demakli keladi. Hammamiz baravar. Boshliq da'vasingiz haq meni sizdan bek cho'ng o'xshaydi deb qolmasin. Hali turdi ekan. Amsa sizni Lavli desam, xafa bo'lmaysiz, a? Lavli. Shotyan. Lavli。都当师长了，还一点架子都没有，可不像有些首长，呵，一见到我们这些小兵，脸就绷得吓人，好像比毛主席官都大。那是猪鼻子插大葱，装相的。老李啊，我不拿你当。 Men sizni boshliq deb qaramay. Sizmi meni qizchaq deb qaramang. Ikkimiz do'st bo'laylik. Ma'qulmi? Chatoq yo'q. Elig'o do'st bo'lishgan, qo'l qayirsak-mi chatoq yo'q. Lavli, do'st degan ko'ngildagi gapni qilishidi. Mening hozir toza beshim qaytyapti. Bu gapni sizga da'vatdaman jimo. Jiddiylashmang. Qanday gap bo'lsa davram, hargiz osmon o'rilib tushmaydi. Yarangiz saqaygandan keyin meni o'zingizning diviziyasiga yetkazib ketdan bo'lamdi. Mening doktorxonada ishlagim yo'q. Lomudir men bilan necha qatim suhbatlashib turmush masalamni cho'qim hal qilsam deyapti. Tabiqni qism deganning tuzumi tursa, 268-bo'likda aroyallar o'xshash tursa, nimishq men to'y qilish istaydi. Yana texnik bu degan tashkilning sizni sinaydigan sinqi deydi. Bo'lmasa siyosiy istiqbolimga ta'sir etamish. Ish qilib doktorxonada ishlagim yo'q. Shundaqmi qilgan bormi? Bu ishqi majburlasa qandoq bo'ladi? Bu degan huquqdan foydalanib boshqalar besim ishlatish emasmi? Uning bilan karingiz bo'lmasin. Mayli qandoq odam bo'lishidan qat'iy nazar, uning bilan munozirlashaman. Bu degan Gomindangning emas. Kompartiyaning qo'shini kim sizni boza qildi ekan bir ko'rib boqay. Endi qancha cho'ng bo'lsin karingiz bo'lmasin. Men uni it o'taman. Lavli, pek yaxshikansiz. Siz bilan do'st bo'lib to'g'ri qilibman. Amaliyotda Lomudirmi eski emas. Lekin shu yiliqidek boshliqning maqsadi shu bo'lishi matayin. Amsi kutishdiq. Yaran saqayganda meni bilan o'tkitsiz. Bu sal ta'sirak. Jang qiladigan qismlarda ayol askarlar yo'q. Kunda jang qilsak, qizlarga Qarang sizni. Mushinchlik ishni qo'lingizdan kelmanda, siz bilan bikoh do'st bo'lgan o'xshayman. Amal qilmamsiz. Amalg'u yo'q emas.
siz... Bo'ldi, demaydi qo'yay. Voy, Lavli, sizdan o'tinib qolaydan, ha? Bana bir neçə gün möhlət verin, oyunlu beqib cavabını verək, hə? Başliq, tez turibsiz. Siz kim? Başliq, men yadingizda bo'lmasligim mumkin. Yapon qarshi urush mezgilida men Jinsu armiyasi 358-polkdagi Chopol komandirining qo'l ostida maslahatchilik qilardim. Bir qatim Anhuaga ziyofat kelganda shu so'rinda men bor edim. U chog'dagi ifodangiz elim esimda. Yadımda keldi. Bu yerda nima ish qilasiz? Bultur başlig'imizning ko'rsatishi bilan 358-polkning polkovnik unvonli polk komandirligiga tayinlangan edim. Shifondagi xalqlik jangning oxirgi bosqichida yaralanib, qo'shinimizga asirga tushib qoldim. Intayin xijilman. Çatya, polkovnikning hassini aytib bering. Ha, Biz degan do'st. mana. Rahmat. Bo'ldi, siz mushab turib turing. Men polkovnik bilan aylang'ach paranglashib kelay. Ma'qul. Ay, chaqchaqinmag'ini. Deganimga qarab to'ymadingmi, ha? Ay, bu Lavli dushmanlar oldida o'zini nimandaq erkin tutadigandu. Ay, jang qilgan odamni haqiqatan tushungil bo'lmaydi ekan. Birdamda naysi qilich bilan elsa, ba'zida qo'ltiqlashib, chaqchaqlashib ketishidi ekan. Ay, bu Lavli nimandaq sirliq. Ay, nechkim bo'la bo'lmaylar. Lavli deb ketibsan-ku. Haras, untuqaqla tasqatdiman. Sahip Jamal qahramonni yaxshi ko'radi. Nimandaq chakinsan? Nima degan ta'sirli ko'rinish bu? O'zirinishni bilansan yo'q. Men chakima, rostilla chakima. Mushiyada o'ltirib, o'qdan huzurini ol. Bezoni oldirib qo'ymayin. Sizlarning qo'li qamoq bo'lib 5-korpusga ayirib berildi. Bizning Chudiziya komandirimi Xuanfu harbiy maktabining o'quvchisi. Do'yining qo'mondan bilan burundan berish kelish bog'achqa 5-korpus qo'shib oldi. Aslida mundaq kanda. Cho'yan Femo bir qaltis shaxs. 5-korpusga bosimi o'shiq ketmaydi. Ko'nglimdagi gapni desam, sizlarning 5 cho'ng asos qo'shining hammasi bo'sh emas. Ularning nomi bekor chiqmagan. Jangga mohir, yapon bosqinchilariga qarshi urush mezgilida noit qaltis janglarni qilgan. Sizlarning Chudiziya komandirimi koni og'in turib necha yil ko'rishgan amon mo'datni qo'ymasdan to'p etib butun a'zoyimni yora qilib etdi. Elim yaxshi, a'zolarim zaxmlanmadi. Bizning komandirimiz 2 pay o'q tegdi. Biri yurkidan 1 santim yeriga tegibdi. Jinidan ayrilg'il tas qoldi. Ikkilimiz tugashgal tas qatdiq. U hozir nada? Diviziya komandirimiz yaralagan kuni kechda biz uni xabarlash mashinasiga selib Shuju qurg'uliq armiya doktorxonasiga olib bordik. Keyin Fujuga o'tkidik. Rostdan desam, uningga ichimda ozroq g'um saqlamayman. Başliq, bir ishni zodla bilmadim. Ta'lim bersangiz bo'pti ekan. Qani o'tiring. Tatinmay, davring. Bizning Chu diviziya komandirimiz hushiga kelganda men qishida bor edim. U sizni tilga olganda ikkimiz yaxshi og'ayna deb maqtab ketgandi. Seg'inganligini til bilan ifodalab berishga ojizlik qilaman. Qo'l ostidagi bir nechimiz bular do'st turib, nemishqa jang maydonida qilich yuz xotir qilishmay, bir-birini o'ltirmoqchi bo'ladi deb faqat kallamizni o'tmagandi. Ikkinlar mushalg'i tushib qolibmi, bir-biringlarga uch adovat saqlamaydi ekansizlar. Men bak hayron qoldim. Buning hayron qolg'ichligi yo'q. Hammamiz harbiy, hammamizning egisi bor.
Shaxsiy aloqa degan boshqa gap. Agar men ayni chaqda yumshoq qo'lliq qilsam, Liyullong bo'lmay qolaman. Umo Chuyinfi bo'lmay qoladi. Janggohning o'ziga tushli qoidasi bo'ladi. Men uni o'ltirsam, Gomindangning jangi mayir generaldan birisi oziydi. Gomindangmi tezroq o'laydi. Aksichi bo'lgandimi o'xshash. Tushundingizmi? Jang maydonidagi hayot-mamotga ilishish ikkimizning do'stligiga ta'sir yetkazmaydi. Tushundim boshliq. Do'st degan hamon ko'rishidi. Ko'rishgan chaqda bir kulki bilan o'ch adovatni unutib ketsak bo'ladi. Nima degan bilan hammamiz Yandi Huangdining avlodlarida. Deganingiz to'g'ri. Men dedim-ku, Gomindangning 5 cho'ng asos qo'shini hargiz yaramas qo'shin emas. Jabduqlar xil, o't kuchlik, hujum qilishga-mo, mudofaa ko'rishga-mo tayyorligi bor. Yolg'iz jang qilish iqtidori kuchlik. Dala jangidagi akut qurilishlarni haqiqiy mutaxassislar qilgan deyishga bo'ladi. Shuncha qisqa vaqtda aylanma akut, gama, o't kuchiga madad berish o'rni, tutash akut qatorliqlarning hammasini tuttiralidi. Rostini desam, ozodlik armiyaning har qanday qo'shinini ep chiqib, birma-bir urush qilsa, hech qaysimiz sizlarga teng kelmaymiz. Bizning qurol yaroqlarimiz nachar, obdan tarbiyalanmagan. Yakki jang qilish iqtidorimiz sizlarnikiga yetmaydi. Lekin biz g'alaba qildik. Bu strategik taktika bilan munosabatli bo'lib qolmasdan sizlarning hukumatinglar bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Jang Jeshibek haddidan oshiribdi. U 4 xonadonlikning mol-mulki yetib oshirgandi. Ya'ni ochko'zlik qilsa, fuqarolarni kun og'ili qo'yamdi, qo'ymamdi. Ha? Hukumat chiriklashib musholatga yetgan tursa, har qanday qo'shin bo'lsa-mu bekor. Birodar, sizga desam, Jang Jeshiga agashmang. Yarangiz saqaygandan keyin biz bilan birga jang qiling. Azadlık armiyaning oliy darajali qo'mondonining azroqni kibr yo'qligini faqat o'ylamoqdaman. Men asirga tushganda o'ldirishni o'ylagan. Ofitser uchun aytganda asirga tushishni mutlaq ish, lekin hozir kallamdan o'tdi. Bu hargizmi boshqa millatga taqobil turadigan strategiyalik jang maydoni emas, ichki urush. Harbiy turib o'z ilmining tuprog'ida o'z qarindoshlari bilan urushib yurishning qilchi ahamiyati yo'q. Men oddaroq o'yinib boqay.老兄长好，好个屁！你们俩在这等着。你这小子，连这点事都办不成，还得老子亲自跑一趟。哎呀，是我无能，是我无能，辜负了老首长的信任和培养啊！那小田在哪儿？带我见见去。首长，你看， Başlık, qara. Şahtem degan qiz aşşı. 这姑娘长得可真水灵。哎，首长，该打人吃药。 Başliq, okulurda vaqt bo'ldi. Peshqadam başlık. Qara. Ahu tarafdagisi Liyullong diviziya komandiri shu. Bu odam ajab tanishlikla bilinyotadi ya. Ayni chog'da bizlar bir akutdagi birodar edik. Olvastlarni birga yo'qotgan. Chuyinfi menga yordam bergan. Men uningga odamgarchilikka qarzdor. Hozir jungulik harbiylar o'zaro etish qilib turdik. Bo'ldilar, demayli qo'yay. Men mang'ash turay, ha? Ma'qul. Ben alaylı kütüş rayonda fırsat bo'lsa yana paranglashamiz. Hey, Çağlar. Al kızını çağırıp bileme. Ona ola sözleşip bakay. Başlık. Hazır tez muvaffak bo'lmasmi ekan? Birdamdan keyin bosqanda. Bak degandek berayvermem siz. Nimada ko'ltirda ursiz? Başliq, Mayli. başliq. O əsirga nemishqa shikada doktorga muomala qilgandek muomala qilmaysiz. Siz hammadan harbiylarning vijdoniga hurmat qilyapsizku. Ahmaq qiz. Uning bilan ikkilimiz junguliq harbiy. Bir qo'saq akufkaningga urushib qolgan chog'lari bo'ladi. Harbiylar buyruqqa bo'ysunishni muqaddas burchi deb biladi. Janggohda tig'mitiga ilishlik xatolik harbiylarda emas, xatolik Jang Jeshida. Yapon bosqinchilari qarshi urush g'alaba qilgandan keyin har qaysi demokratik partiya guruhlar birlashma hukumat qurib, davlat ish to'g'risida maslahatlashish kerak edi. Lekin Jang Jeshi hokim mutlaqlik qildi. Unda qis qandoq bo'ladi? Shundaq cho'ng bir davlatda Jang Jeshi degan bir nimalar degini hisob olamda. Unda qisbek zo'mgarlik bo'lmamdi. Lekin Jang Jeshi degan bu odam nachar bo'g'ini bilan Gomindangning qo'shinlari bo'ladigan qo'shin.
Yapon bosqinchilariga qarshi urush mezgilida ular nihoyat qaysirona kurash qilib, Jungolik askarlarining hayvasini namoyon qilgan. Bu qo'shinga mening hurmatim bor. Hammamiz Jungolik harbiylar, siyosiy qarshimiz o'xshamasa, janggohda tutsak bo'ladi. Lekin birga o'ltirganda qo'l elishib og'ini bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida yana Yaponlar bilan jang qilib qolsak, Jungolik harbiylarning hammasi dushmanga birlikda taqobil turamiz. Mana bu Jungolik harbiylarning vijdoni. 小田啊， Hey, Shotian. Lady O'ziya komandirni yetib olib qo'yib, andan bu yerga keling. Sizga deydigan gapim bor. Lo'modi, qanday gapingiz bo'lsa mishiyat davran. Ish qilib hozir Lady O'ziya komandirining ishi yo'q, meni saqlab tursa bo'ladi. Yaxshi, Lady O'ziya komandirni olib qo'yib keling. Men oldirmayman. Loyli, undaqda men sizni olib qo'yay. Yataqqa kirgim yo'q. Bugun oftobmi obdan turdi. Birdam oftob sunib o'tiray. Allo, sizlar paranlashaveringlar. Men hargiz qarshilik qilmayman. Lady O'ziya komandiri, ham siz bu yerda o'tirib turing. Shotian, siz men bilaman. Ha, Shotian. Bu yoq Van Muamin korpus komandiri. Peshqadam siz armiya jamchisi. Bugun boshliq bu yerga xizmatlarni ko'zdan kechirguli ketgan. Siz bilan paranglashib baqay deydi. Salom, boshliq. Yaxshi, yaxshi. Yo'ldosh Shotian, ismingizni burunla anglagan. Bugun bu yerdan o'tib ketayotgan. Sizlarning Lomoder burun mening qo'l ostimda ishlagan. So'ng yo'qlab o'tay dedim. Lomoder sizning ahvolingizni menga doklad qildi. Anglasam qo'shinga kirgandan keyin siyosiy emas, naydi tez o'sibdi. Xizmatdagi ifodangiz mo yomon emas ekan. Lomoder tek sizni partiyaga tunishtirmoqchi. Tashkilotning tarbiyaligiga rahmat. Shunday qilish tegishli. Kadrlarimiz har bir jangchiga ko'ngil bo'lish kerak. Siyosiy jihatdan ko'ngil bo'lib qolmasdan, turmush jihatdan ko'ngil bo'lish kerak. Hay, yo'ldosh Shotian, uyingizda yana boshqa odam bormi? Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, tashkilga davran. Uyda ota-onam bor, boshqa qiyinchiligim yo'q. Lomoder, bu yoqqa kel. Ma'qul. Lady O'ziya komandiri, bir ishimiz bormidi? Nima o'yin o'ynayapsiz? Ava odam kim? Van Muamin korpus komandiri. O nimada Shotian bilan so'zlashirkan? Shotian uning xizmatini doklad qilyotdi. Yo'q gap. Nima deb doklad qiladi, ha? Muavin korpus komandiri turib bir sestrani boshqaramdi ekan, bir-biriga faqat yaqin kelmaydigan ish tursa. Avlo, oldimda to'la o'yin o'ynamoqchimi? Qanadanga, zodi nima ishkan? Demamsiz. Demasangiz oson bilan savayman. O'ziya komandiri, bunda ish edi. 有父母包办，在家结了婚，在老家还有俩孩子。您知道这种情况很多老同志都有，这属于封建包办婚姻。王副军长，明白了。全国快要解放了，天下太平了，要换老婆了，是不是？这是他娘的什么臭毛病啊！理事长，话也不能这么说，只要不是自愿的婚姻，那都可以。不自愿就别和自己的老婆上炕睡觉啊！啊！嘴上说是不情愿的，啥事儿都不耽误，炕照上，娃照生，啊，早不离晚不离。现在全国要解放了，共产党要做江山了，这个时候他想起离婚来了，说的好听，还封建婚姻，早他娘的干啥了？理事长，您也得体谅一下我们做基层工作的难处啊。您是首长，王副军长也是首长，我们夹在中间不好办呐。首长，您这么一说，我倒想起来了。 Boshliq, endi esim keldi. Mening qallamdan o'tmaydigan bir ish bor edi. Voy, davran, desangizlar amal qilib bo'ladi. Boshliq, Lomoder qo'l ostingizda ishlabdi ekan. Mening Lomoderga fikrim bor edi. Sizga inkas qilsam bo'lamdi. Voy, bo'lmam degan. Lomoderni men bir qo'lliq tarbiyalagan. Uning qanday xatolar bo'lsa, yelg'o tanqidlashgan. Badavini berishimda chatoq yo'q. Amsi men daveray. Lomoder mening shaxsiy maslamga atidan ziyod ko'ngil bo'lib ketyapti. Men bek bezor bo'ldim. Men uningga o'zimning pozitsiyasini aniq bildirib, men texi yosh, shaxsiy maslamni bundoq bo'ldirib o'ylashim yo'q. Zehniy kuchimni xizmat va urinishga qo'rqitishim kerak desam-mo, Lomoder gapimga quloq solmay, bu masalani tashkilga bo'lgan sodiqlik masalasi ko'taryapti. Boshliq, sizningcha bundoq usul to'g'rimi? Bu masala sal murakkabkan. Bu ikkisini aralashtirib o'tishga bo'lmaydi. Uning bundoq degani xato. Lekin shaxsiy masalami cho'ng ish.
Biz kommunistlar g'ayib emas. Bizdami orzu havas bor. Biz inqilobiy muhabbat qarshini tashabbus qilamiz. Buningga men qo'shilaman. Muhabbatlashib bo'lgandan keyin bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lish kerak-da. Amaliyotda mening qarshim nayt aniq. Kunlarning birida shaxsiy masalamni hal qilmoqchi bo'lsam, u cho'qim men yaxshi ko'rgan odam bo'lish kerak. Hargiz boshqa maqsad uchun emas. Sizcha o'z ishingizni qilsangiz bo'lmamdi deyman. Kunni shundoq tepishtiruvchilik qilib yuriydi ekansiz. Shuning qushlar o'xshamabsiz. 啊，我看还不如撤了，都跟老子上前线打仗去，就没这个闲心管这些屁事儿了。哎，您批评的对，我也不想管这事儿。可是您知道，理事长，这媒婆自古以来是费力不讨好啊，说不成说你没本事，说成了将来过不好，他两口子要骂你，说把他们送进了火坑，反正是两头都落骂名。理事长，要不这样得了，我调到您。 예, 디비ziya komandiri. Amsa mundaq qilaylik. Meni o'zingizning diviziyasiga o'tkazib keting. Men oldin safda turib boqqan. Mening qo'shinimni kimni bosib bo'ldigan qo'shin deb qarab o'xshamabsiz. Uya deganda qon kechib jang qiladigan gap. Tepishtiruvchilik qilishdan boshqa ish qo'ldan kelmaydigan odam uyada nima ish qilasiz? Bo'ldi, to'liq o'tildimay. Shotyanni chaqirib o'tam. Men yotoq qaytaman. Lekin Van Muamin korpus komandiri bilan paranglashib Bering degandan keyin bormamsiz. Men dedi-da, u korpus komandiridan qanday kelib bo'lsa, menga desin. Başliq. Diviziya komandiri qaytadi ekan. Menimcha Shavtyan avval qaytib tursin ekan. Ular paranglashayotganlarini ko'rdingizmi? Bemorni olib qo'yishga boshqa odam avating. Lekin diviziya komandiri Shavtyanning ismini atab turib shunaqa degan tursa. Amsi men baray. Muavin korpus komandiri olib qo'ysa bo'ladi. Muavin korpus komandiri diviziya komandirini yuzsin bo'lmaydi degan yeri yo'q. Amaldorlar bilan askarlar barobar bo'lish armiyamizning koni an'anasi. Yo'ldosh muavin korpus komandirining yordam belgisi bo'lsa, men nihoyat rahmat aytaman. Alo, Shavtyan, sizlar o tarafda saqlab turinglar. Mening bu boshqa deydigan gapim bor. Beringlar. Ma'qul. Mangayli. O'zimni tanishtirib o'tay. Leyilong, 2-diviziyaning komandiri. Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Men Shavtyan bilan paranglashyotsam, muavin korpus komandiri Shavtyan mening holimda xabar oladigan sestra. Boshqa chiqib aytganda, uni hozir men boshqaraman. Hozir men uning boshlig'i. Qanday gapingiz bo'lsa, menga desangiz bo'ladi. Unda qilishning zarurati yo'q-da. 更得过问一下了。田宇同志最近心情不太好，你知道是什么原因吗？你说说。部队进城了，全国快解放了，有些首长也该换老婆了，所以田宇同志很烦，我也很烦。这就怪了，你烦什么？我烦什么？我烦的是有老婆的人忙着换老婆，我们这些没老婆的人怎么办？没老婆自己找嘛，有本事还怕找不着老婆啊？这倒是实话。我当然也没闲着，这不，我正和小田讨论这个问题呢。你这位首长就来视察了。你的意思是，我来的不是时候？是这个意思。你这个同志，话里怎么总是带刺儿呢？对不起，习惯了，想改也改不了。副军长同志看着很眼熟啊，在鄂豫皖根据地待过。我看你也眼熟，没错。我也是原4方面军的，在鄂豫皖根据地工作过。你是？想起来了，松云岭战斗，你是那位王特派员。你就是那个李团长。当年松云岭一别，一晃10几年过去了。那年突围后，我还到保卫局去找过你。保卫局的人说你调走了，他们问我找你干什么，我说。我还欠王特派员1颗人头呢。老李啊，过去的事儿就过去了，咱们不要再提了。当年我也是在执行任务。再说了，中央已经对当时根据地的肃反运动已经做过明确的结论，咱们还是不要再犯历史的旧账了嘛。这我同意。但愿我们这支队伍别在窝里斗了，多少好兄弟，多少好战友，没有死在战场上，都倒在了自己人的刀下。要是就此打住，我也没什么好说的。怕，就怕将来再来这么一场。老李呀，我先去开会，咱们改天呢好好的叙叙旧。我先告辞了。
老李啊，那个王副军长好像不太愿意见你。他当然不愿意见我，当年我差点枪毙他。有这么严重啊？为什么？根据地肃反，说是抓 AB 团，啥是 AB 团，我到现在都搞不清楚。这位王特派员是保卫局派到我们团执行肃反任务，来了不到半个月，我的一个政委和2个营长全被他干掉了。看谁不顺眼，谁就是 AB 团，杀人都杀红眼了。怎么会这样？那你当时有危险吗？差点也被砍了脑袋。这个王特派员已经盯上我了，只要有一个屈打成招的人咬我一口，我就完了。可是我那几位战友到死都没有乱咬。那后来呢？后来在松云岭战斗中，我们被敌人包围了，战斗打了2天2夜。我的一个营长跑过来告诉我说这特派员还在计划抓人。我当时就火了，我说把他叫来。我命令他，你带着突击队给我冲上去。他说他是保卫局的人，不归我管，说我是报复。我掏出了手枪，我就顶到他脑袋上。我说等战斗结束了啊，你砍我的脑袋都行，老子等着你。可是现在你要不敢冲锋，我就枪毙你。我开始数数，我数到3，我就开枪，你信不信？我想他最后还是冲上去了，对吧？没错，他一咬牙，带着突击队就上去了。随后我们团冲出了包围圈。这之后我就没见过他，因为肃反扩大化的问题引起了中央的重视，很快就被纠正了。老李啊，你可真成了我的保护神了。我想王副军长再也不会找我谈话了。他找你谈什么？我不告诉你。